Alaykum. Hurmatli obunachilar, Shahzoda opani bemorlari, Shahzoda opani kuzatib boradigan Instagram obunachilari. Biza bir kurs lechena oldik, hali 10 kun oldik. Xudo xohlasa bu ikkinchi kursimiz. Birinchi kursni o'zida bizaga natija bo'ldi. Bu 9 oylik, 10 oylik paytda men LFKni qidirib, Buxoroni xohlagan joy LFKchisini oldiga bordim, lekin yosh bolani ola olmasligini, 2-3 yoshga to'lgandan keyin olishini aytdi. Biza Instagramdan kuzatib, videolarni topib, bu yerdan davo topgan insonlardan maslahat olib bu yoqqa keldik. Allohga shukr, bir kursingizda farzandim o'tiradigan bo'ldi. Meni ikkita bolam bor. Biri 7 yosh, biri endi 1 yoshar bo'ladi. 10 kunimizda harakat qilmaydigan bolani o'tirtiradigan qilib berdilar. Klinikadagi xodimlari, o'zlarini bemorlari hammasi minnatdor. Ilohim ishlarini rivojini bersin. Qizimni 10 kunda o'tiradigan va